tushib hijron kuyga Samarqandli bir qizini bormaganman to'yiga alam qilib bir mirzo tushib hijron kuyga Boychanada umuman qo'shmag'i yo'q, chidamli. Xudo xolasa bugundan uzishni boshlaydi. Holatlari vaqti zo'r, samoviy bo'lib, hosildorligi zo'r. Muhimi kalibr yirik. Jivoy bitta daraxtidan shunday uzib ko'rsataman men. Ay yong'oq 32 ga shuni jivoy qo'yaman. 32. Daraxtidan sveji uzilgan 32. Kuzgi mavsum ko'chati bor. Giant Red do'stlar. Buni Nimba bilan aralashtirib ekiladigan bo'lsa, vashi zo'r changlaydi, keyin hosildorligi mana shunaqa ko'p bo'ladi. Mana yaqinroq olib keling. Videolarimiz gilos yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Agro Yevropa kanaliga подписка bosib qo'yinglar. Xudo xolasa. Yong'oq giloslar. Bittasi 19-20 gramm chiqadi.